Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Hozir men nevrologiya klinikasining oldida o'tiribman. Bemor balamiz bilan gaplashib chiqdim. Hamma ma'lumotlarni aytdim. Endi shu yeri kirchilg'a 10 kun bo'lgan o'sha. Aynen shu soxta. Uchastkovoy sud medekspertiza yuberdimi? Yo'q. Necha yubermadi? O'zi городской apparatda. Yo'q, yaxshi городскойda yatarsan. Городскойda ekstreniyada birinchi yaxshi spravka yozib beradi. Keyin uchastkovoy направление berishi kerak, sud medekspertiza. Berdimi shuni? Nima dedi oxir? O'zing chiq bo'ldi aytib bering voqeani. Urush bo'ldi. Короче, Yo'q, числоsi bilan ayting, aniq ayting. 19 aprel. Aha. Bizada shu uchradan uchradi, urushdi. Aha. Men bir o'zimni 10 kun bola urdim. Nechun urishdingizlar? Sabab? Ishqilib jo'ralarning ukasi bu yerda aralashgan. Men nima gap borni biljak edim. Keyin Süleyman shu bolaga yozdim men Instagramda. Jo'ralar gap so'z bo'lib turibdi, aytib berma dedim. Instagramda o'jong'ilab yozdim. Sendan bunun uchun rishvat etib magazинdan chiqib tursa. Ishqilib sizlarda o'rtangizda tushunmovchilik, gap dahanaki jangga aylanib ketdi, to'g'rimi? U urgan bolalar sizlar bilan o'qiymi bir maktabda? Bir ikkisi o'qiydi. Qani yo'q, o'qimaydi. Qolgani maktab o'quvchimi yo kattaroq bolalarmi? O'quvchilarmi? Keyin siz nishatib orqangizdan yana tayoq bilan urdi, siz yiqilib tushdingizmi yo nechik bo'ldi? Yo'q. Men jo'ramiz urushdilar birinchi, o'zi jazdasi bor bir-biri bilan. Urushdilar. Keyin tarqalishib ketdi, yana yuzma-yuz keldik ular bilan shu kuni, shu vaqtda. Keyin shu jo'ramni chaqirdilardan, ona to'g'ri urib ketdilar, so'lamay o'tirdi. Gapimiz bor edi. Keyin men borimdan do'shab tursam dedim. Keyin men birdan yapışib ketdim dedi. Yapışib ketgan bolalar men urishdim, men birdan orqa aylanib qoldim tersi. Allah. Meni debdir oyog'imdan tushirdilar. Necha bola? Ona yaqin. Ona yaqin. Ben dize oturdum. Keyin kallamdan deb keldim, yagin tiyindan deb keldim. Dishingiz sinibdi dedilar. Qani ko'rsating? 4'e defaga. Azu dish sindimi? Birisi Birisi sindimi, ikkisimi? Birisini. Qarang, endi savolim bor. odam Bu debdi. voqea maktabning yonida bo'ldimi yo maktabdan uzoqroqda bo'ldi? Maktabdan oldim. Maktab yonida bo'lsa Milliy gvardiya xodimi bo'ladi. Shu yerda borib aytmadingizmi? Shu neyim bo'ldi, yordam Milliy bering. gvardiya xodimlari yo'q edi, bular alınmadı bu vaqtda. Yo'q edi o'sha. Yani ben personellerine bir kılgamdan keyin kalama deptiler, yakim tiyindan deptiler. Belimden yürek bilan saldı. Keyin ben turdum emele. Ava. Dish shu vaqtda moment sindimi yo uyga kelib sindimi? Moment shu vaqt sindi. Kanal qo'ydingizmi dishingizni? Yo yere tushdimi? Yere tushdi, tuflab tashladim. Tuflab tashladim. Keyin men turadim ki dize oturdu. Yani turadim kallamdan urdi reka bilan 2 marta. Keyin shunday gitdim. Hozir endi yana shuncha kun o'tibdi, sostoyingizni dumam yaxshi demadilar. No kalla aylanish bo'lib turibmi? No temperatura chiqib turibmi? Bunda kallam kuzatdi, quloqim kuzatdi, ko'zlarim kuzatdi, ensamga kiradi. Demen ağlaşıp oturardı, ben ideyler bilintirmedim, suç işlemedim. Apangiz akangizga bildirmadingiz, qo'rqdingiz. Biraz olsa ben özüm dori ichib yaxshi bo'laman deb o'ylardim, kundan-kun og'irlashib boshladi. Ahvolim ki uchastkovoy yanında ochildi, men hushimdan ketgan gaplarim aytildi. Hammasi aytildi. Hozirgi kunda shu urgan bolalarga nisbatan chora ko'rildimi? Uchastkovoy bir harakat etdimi? Sud medekspertiza yubormadimi sizlarni? Tushunarli. Ha qarang, buni